Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida suhbatlashamiz. Shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, agar siz hozir aytadiganimni diqqat bilan tinglamasangiz va kerakli choralarni ko'rmasangiz, juda katta mablag'lardan, ya'ni o'zingizga qonundan tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Xato eshitmadingiz. Ko'pchiligingiz bilmagan, e'tibordan chetda qolayotgan bir muhim jihat bor. Ma'lum turdagi to'lovlarni, nafaqalarni olish uchun endi shunchaki kutish emas, balki shaxsan o'zingiz murojaat qilishingiz, ya'ni topshirishingiz shart. Aks holda, hattoki siz qonunan huquqli bo'lsangiz ham bir so'm ham olmaysiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironligi bor fuqaroga, kam ta'minlangan oilalarga, ko'p bolali onalarga, hattoki talabalarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Bitta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladigan ma'lumotlardir. Muammoning mohiyati shundaki, so'nggi yillarda ijtimoiy himoya tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Ilgari ko'plab qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar avtomatik tarzda, ya'ni fuqaroning shaxsan murojaatisiz mavjud ma'lumotlar bazasi asosida tayinlangan holatlar mavjud edi. Misol uchun ma'lum bir muddat xizmat qilgan faxriylarga yoki muayyan yoshga yetgan nafaqaxo'rlarga qo'shimcha imtiyozlar ko'pincha ularning arizasisiz ham, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat idoralarining tashabbusi bilan tayinlanar edi. Bu tizim o'zining qulayliklariga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklarga ham ega edi. Masalan, moliyaviy resurslardan samarasiz foydalanish. Aslida ehtiyoji bo'lmagan shaxslarga ham to'lovlar amalga oshirilishi yoki aksincha haqiqiy ehtiyoji borlarga ma'lumot bazasidagi xatoliklar tufayli yetib bormaslik holatlari yuzaga kelar edi. Endilikda esa ko'plab qo'shimcha to'lovlar, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun mo'ljallangan nafaqalar to'g'ridan to'g'ri fuqaroning arizasiga asosan tayinlanadigan bo'ldi. Bu o'zgarishning asosiy sababi ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof qilish, mablag'larni aniq manzilga yetkazish, ya'ni haqiqiy ehtiyojmand oilalar va shaxslarni aniqlash hamda byudjet mablag'laridan oqilona foydalanishdir. Bu tizim moliyaviy resurslarni qat'iy ravishda manzilga yo'naltirish imkonini beradi. Davlatning maqsadi har bir so'mning qayerga va kimga sarflanayotganini nazorat qilish, shuningdek, nafaqa oluvchining haqiqiy ehtiyojini aniqlashdir. Chunki har bir fuqaroning shaxsiy holati, daromadlari va ehtiyojlari doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu o'zgarishlarni avtomatik tarzda kuzatib borish juda murakkab, ba'zan esa imkonsizdir. Aynan shuning uchun ham sizdan shaxsan murojaat qilish talab etiladi. Bu o'zgarish oddiy, ammo juda muhim bir harakatni, arza berishni talab qiladi. Shu oddiy qadamni qo'ymaganingiz uchun sizga qonundan tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lar shunchaki sizga yetib bormasligi mumkin. Shunday ekan, bugun siz bilan aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun arza berish kerakligi, kimlar bu haqda qayg'urishi lozimligi va eng muhimi, bu jarayonni qanday to'g'ri amalga oshirish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilishimiz kerak? Kimlar bu haqida qayg'urish kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Keling, avvalo qaysi turdagi qo'shimcha to'lovlar uchun endi arza berish majburiy bo'lganini aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Unutmang, ro'yxat to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har doim tegishli idoralar bilan bog'lanib, aniqlik kiritishingiz shart. Misolligi, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam. Bu nafaqa va yordam turi oilalarning kundalik hayotida katta ahamiyatga ega. Ilgari ba'zi hollarda agar oila kam ta'minlanganlar ro'yxatida turgan bo'lsa va ma'lumotlar bazasida ularning sharoiti to'g'risida yetarli ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ularga yordam avtomatik ravishda tayinlanishi mumkin edi. Biroq hozirda deyarli barcha holatlarda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash uchun oilaning har bir a'zosining daromadlari, mol-mulki va boshqa ijtimoiy holati to'g'risidagi ma'lumotlar asosida arzalar ko'rib chiqiladi. Kimlar qayg'urishi kerak? Agar siz ko'p bolali oila bo'lsangiz, oilangizning umumiy daromadi belgilangan eng kam iste'mol xarajatlardan past bo'lsa, oilada nogironligi bor a'zolar bo'lsa yoki yolg'iz ona ota farzand tarbiyalayotgan bo'lsa, siz albatta bu to'lovlar uchun arza berishingiz shart. Misol, faraz qilaylik, Toshkent shahrida yashovchi 5 kishilik bir oila, ota, ona va 3 nafar voyaga yetmagan bola. Oilaning umumiy oylik daromadi 30 ming so'mni tashkil etadi.
Bu oila shu daromad bilan o'z ehtiyojlarini qondirishda qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy. Agar bu oila bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uchun mahalladagi davlat xizmatlari markazi DX orqali yoki mypoka.gov uz portali orqali ariza topshirmasa, ularga hech qanday to'lov amalga oshirilmaydi. Hatto qonundan ular bunga haqli bo'lsa ham. Bir bola uchun oylik nafaqa 225 million so'm bo'lishini hisobga olsak, 3 bola uchun 975 million so'm bo'ladi. Oilaga bu mablag' juda katta yordam bo'lishi mumkin, ammo ariza yo'qligi sababli ular bu imkoniyatdan mahrum bo'lishadi. Shu sababli aynan sizning holatingizga mos keladigan qo'shimcha imtiyozlar va nafaqalar bo'yicha har doim faol bo'lib, o'z vaqtida murojaat qilish juda muhimdir. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar oilaning daromadi belgilangan me'yordan sezilarli darajada yuqori bo'lsa yoki oldinroq ariza berib, uning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, ba'zi nafaqalar ma'lum muddatga tayinlanadi. Ular shu paytgacha xotirjam bo'lishlari mumkin. Biroq amal qilish muddati tugashi bilan yangidan ariza berish kerakligini unutmaslik lozim. Misol 2. Nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar. Nogironligi bor fuqarolarimiz davlat tomonidan har doim qo'llab-quvvatlanadi. Ularga asosiy pensiya yoki nafaqadan tashqari ma'lum sharoitlarda qo'shimcha to'lovlar tayinlanishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi, nogironligi bor shaxslarga u yash sharoitida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun kompensatsiya yoki asrab olgan oilalarga beriladigan moddiy yordam kabi. Ilgari ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi yoki MF avtomatik tarzda ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqib, qo'shimcha yordam tayinlashi mumkin edi. Lekin hozirda bunday turdagi qo'shimcha to'lovlar uchun ko'pincha fuqaroning shaxsan murojaati va uning holatini tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Kimlar qayg'urish kerak? Nogironligi bor fuqarolar, ayniqsa ularning guruhi o'zgargan bo'lsa, yangi tibbiy xulosalar olingan bo'lsa, yoki yashash sharoitlari keskin o'zgargan bo'lsa, masalan, yolg'iz yashashni boshlagan bo'lsa, ular qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berishlari shart. Misol, 45 yoshli 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro S. U bir necha yildan buyon nogironlik nafaqasi olib keladi. Yaqinda uning salomatligi yanada yomonlashib, unga doimiy parvarish kerak bo'lib qoldi. Hukumatning yangi qaroriga ko'ra, yolg'iz yashovchi va doimiy parvarishga muhtoj 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga har oyda minimal iste'mol xarajatlarining 2% miqdorida qo'shimcha to'lov tayinlanishi belgilandi. Aytaylik, bu qo'shimcha 5 million so'm. Agar fuqaro S bu haqda eshitib, tegishli tibbiy xulosa va yolg'iz yashayotganligini tasdiqlovchi hujjatlari bilan ariza topshirmasa, u har oyda bu 5 ming so'mdan mahrum bo'ladi. Pensiya jamg'armasi uning holati o'zgarganini avtomatik ravishda bila olmaydi. Shuning uchun ariza berish mutlaqo zarur. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Nogironlik nafaqasini muntazam olib kelayotgan va ularning holatida sezilarli o'zgarish bo'lmaganlar yoki allaqachon barcha qo'shimcha to'lovlarni olish uchun hujjatlarni rasmiylashtirganlar. Lekin yangi qonunlar, qarorlar chiqsa, o'z holatingizga taalluqli o'zgarishlarni kuzatib borish muhim. Misol 3. Nafaqaxo'rlar uchun maxsus qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi bir nafaqaxo'rlar uchun, masalan, yoshi ulug', yolg'iz yashovchi, faxriylarga yoki muayyan sohada uzoq yillar xizmat qilganlarga qo'shimcha moddiy rag'batlantirish yoki to'lovlar belgilanadi. Bu to'lovlar ko'pincha bir martalik yoki ma'lum muddatga mo'ljallangan bo'ladi. Misol uchun, taqvim yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar yoki urush faxriylarga har yili bayram oldidan beriladigan moddiy yordam. Kimlar qayg'urish kerak? Yaqinda ma'lum bir yoshga to'lgan nafaqaxo'rlar, taygunum yoki to'qinum yosh urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslar, shuningdek o'z holatida o'zgarishlar yuz bergan yolg'iz nafaqaxo'rlar, masalan, turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng yolg'iz qolganlar ariza berishlari lozim. Misol, 2 yoshli nafaqaxo'r ham uzoq yillar davomida oddiy nafaqa olgan, ammo davlat dasturiga ko'ra daktasi yoshdan oshgan yolg'iz yashovchi nafaqaxo'rlarga har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 20% miqdorida qo'shimcha to'lov belgilangan. Aytaylik, bu 16 ming so'm. Fuqaro ham bu haqda eshitadi. Lekin uzoq yillar davomida unga hech narsa qo'shimcha to'lanmaganligi sababli bu to'lovni ham avtomatik tarzda hisoblab olinadi deb o'ylaydi. Ammo bunday holatda u yolg'iz yashayotganini va bu qo'shimcha to'lovga ehtiyoji borligini tasdiqlovchi ariza va hujjatlarni pensiya jamg'armasiga yoki DXMga topshirishi shart. Aks holda har oyda 16 ming so'm uning cho'ntagiga kirmaydi.
Bu esa bir yilda 7,2 ming so'm deganidir. Bu kabi qo'shimcha to'lovlar ayniqsa keksa yoshdagi insonlar uchun juda muhimdir. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Asosiy pensiyasini oluvchi va yangi qo'shimcha to'lovlarga nisbatan holatida hech qanday o'zgarish bo'lmaganlar yoki allaqachon barcha hujjatlarni taqdim etgan va to'lovlarni olib kelayotganlar. Asosiy xulosa shuki, endilikda ijtimoiy to'lovlar tizimida faol ishtirok etish talab etiladi. Avvalgidek o'zidan keladi degan tushuncha ko'p hollarda ishlamaydi. Siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ularni talab qilishingiz kerak. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, qaltish jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, ijtimoiy to'lovlar tizimida ham istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltish jihatlar va nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan xalos qiladi va o'z huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Qoidalardan istisnolar. To'lovlar avtomatik tarzda amalga oshiriladigan holatlar bormi? Ha. Ba'zi holatlarda hali ham to'lovlar avtomatik tarzda, ya'ni arizasiz amalga oshirilishi mumkin. Odatda bu asosiy turdagi nafaqalarga tegishli. Masalan, umumiy pensiya hisoblash. Agar fuqaro oldinroq hujjatlarni topshirgan bo'lsa va uning holatida pensiyani hisoblash uchun ahamiyatli o'zgarishlar bo'lmasa. Shuningdek, ba'zi bir muddatli nafaqalar. Agar ularning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa va tizimda bu haqda ma'lumot mavjud bo'lsa, avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin. Biroq bu holatlar juda kam va odatda ular qo'shimcha ixtiyoriy nafaqalar emas. Balki asosiy nafaqa turlariga tegishli. Agar biror bir nafaqa avtomatik tarzda uzaytirilgan bo'lsa ham, keyinchalik sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, masalan, yashash manzili, bank rekvizitlari o'zgarish yuz bersa, bu haqda tegishli idoralarni xabardor qilishingiz shart. Qaltis jihatlar, pitfalls 1. Kechiktirilgan ariza. Agar siz nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan kuningizdan ancha keyin ariza topshirsangiz nima bo'ladi? Aksariyat hollarda nafaqalar va qo'shimcha to'lovlar siz ariza topshirgan oydan boshlab tayinlanadi. Ya'ni agar siz 3 oy oldin nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz, lekin faqat bugun ariza topshirgan bo'lsangiz, sizga 3 oylik to'lovlar qaytarilmaydi. Bu esa juda katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har qanday yangi qonun yoki qaror haqida eshitgan zahoti darhol o'z huquqingizni aniqlashtirishingiz va zarur bo'lsa ariza topshirishingiz kerak. 2. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ariza. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Ariza topshirishda noto'g'ri ma'lumot kiritish, kerakli hujjatlardan birortasini unutib qoldirish yoki hujjatlarning muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Masalan, bank rekvizitlarini noto'g'ri ko'rsatish, oila a'zolarining ID karta yoki tug'ilganlik guvohnomalari nusxalarini topshirmaslik, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni noto'g'ri aks ettirish. Bunday xatolar arizangizni rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatini uzoq muddatga cho'zib yuborishiga sabab bo'ladi. Natijada sizga tegishli bo'lgan to'lovlar kechikadi. Bu esa moliyaviy qiyinchiliklarni yanada kuchaytirishi mumkin. Har doim barcha hujjatlarni bir necha bor tekshirib chiqing. Shubha tug'ilsa, mutaxassislardan so'rashdan tortinmang. 3. O'zgarishlardan bexabarlik. Ko'pchilik odamlar ijtimoiy qonunchilikdagi o'zgarishlardan bexabar qolishadi. Davlat idoralari ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumot tarqasada, bu ma'lumotlar hamma uchun ham birdek tushunarli bo'lmasligi yoki hammaga ham yetib bormasligi mumkin. Bu esa o'z navbatida fuqarolarning o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmasligiga olib keladi. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, yangiliklarni kuzatib borish orqali bu kabi muammolarning oldini olishingiz mumkin. 4. Firibgarlik sxemalari. Afsuski, ba'zi shaxslar fuqarolarning bilmasligidan foydalanib, ularga yordam berishni va'da qilib, noqonuniy yo'l bilan pul undirishga urinishadi. Masalan, qo'shimcha to'lovlarni olishga ko'maklashaman deya pullik xizmatlar taklif qilishadi yoki hatto shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rab firibgarlik qilishadi. Har doim faqat rasmiy davlat idoralari orqali murojaat qiling. DXM, MFA, pensiya jamg'armasi, myTalk.uz. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga bermang va shubhali xizmatlar uchun pul to'lamang. Sezilmas nozikliklar, qayta ariza berish talablari, ko'pgina qo'shimcha to'lovlar. Ayniqsa kam ta'minlangan oilalar uchun beriladiganlar bir martalik emas, balki ma'lum muddatga, masalan 6 oy yoki yil tayinlanadi. Bu muddat tugashi bilan siz yana qaytadan ariza berishingiz shart. Sizning holatingizda hech narsa o'zgarmagan bo'lsa ham, qayta ariza berish talabi saqlanib qoladi.
Shu sababli tayinlangan nafaqaning amal qilish muddatini aniq bilib oling va uni yozib qo'ying, keyinroq esdan chiqarmaslik uchun. 2. Raqamli va qog'oz arizalar. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari DXM va MyBank.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'plab xizmatlarni, shu jumladan nafaqa va qo'shimcha to'lovlar uchun arizalarni onlayn tarzda topshirish mumkin. Bu juda qulay va vaqtni tejaydi. Biroq qog'oz shakldagi arizalar hamon qabul qilinadi. Qaysi usul siz uchun qulayroq ekanligini tanlashingiz mumkin. Onlayn ariza topshirishda elektron raqamli imzo eri talab etilishi mumkin. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Ijtimoiy himoya qonunchiligi doimiy ravishda yangilanib boradi. Yangi qonunlar, prezident farmonlari, hukumat qarorlari muntazam ravishda e'lon qilinadi. Bu o'zgarishlar sizga tegishli bo'lgan to'lovlar miqdoriga, tayinlash shartlariga yoki hatto yangi turdagi to'lovlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu yangiliklardan xabardor bo'lish uchun rasmiy manbalarni, MyBank.uz huquqiy axborot portallari, gazeta va teleko'rsatuvlar kuzatib borishni maslahat beraman. 4. Daromadlardagi o'zgarishlarning ta'siri. Agar siz nafaqa oluvchi bo'lsangiz va sizning yoki oilangiz a'zolarining daromadlarida sezilarli o'zgarish yuz bersa, masalan, yangi ishga kirish, yuqori maoshli ishga o'tish, bu sizning nafaqa olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Ko'p hollarda bunday o'zgarishlar haqida tegishli idorani xabardor qilish majburiy hisoblanadi. Bu talabga rioya qilmaslik ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, bu ma'lumotlarni bilganingizdan so'ng siz o'zingizni va yaqinlaringizni qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishdan qanday himoya qilishingiz mumkin? Quyida aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bir qadam huquqingizni aniqlang. Avvalo, siz o'zingizning hozirgi holatingizga qarab, qaysi turdagi qo'shimcha to'lovlarga yoki nafaqalarga huquqingiz borligini aniqlashingiz kerak. Oila tarkibi, daromad darajasi, yosh, nogironlik holati, ijtimoiy ahvol, yolg'iz yashash, ko'p bolalik kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Bu o'z-o'zidan oson ish emas, chunki qonunchilik murakkab bo'lishi mumkin. 2 qadam, kerakli ma'lumotlarni to'plang. Huquqingizni aniqlab olganingizdan so'ng sizga aniq qanday hujjatlar kerakligini bilib olishingiz lozim. Ma'lumotlarni qayerdan olish mumkin? Mahalla fuqarolar yig'ini, MFI. Sizning mahallangizdagi MFI xodimlari ko'pincha mahalliy sharoitlarni, oilalarning ehtiyojlarini yaxshi bilishadi va sizga dastlabki yo'l yo'rib ko'rsatishlari mumkin. Ular ko'pincha qanday hujjatlar kerakligini, qayerga murojaat qilish kerakligini tushuntirib berishadi. Pensiya jamg'armasi bo'limlari. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki nogironlik nafaqasi olsangiz, pensiya jamg'armasining siz yashaydigan tumandagi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizga aynan sizning holatingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimidagi ijtimoiy xizmatlar bo'limlari, kam ta'minlangan oilalar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga tegishli nafaqalar bo'yicha bu idoralar maslahat beradi. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar bir darcha tamoyili asosida ishlaydi va sizga turli davlat xizmatlari, jumladan ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ham maslahat berishi mumkin. Ular odatda hujjatlar ro'yxatini, ariza nomalarini taqdim etishadi. MyBank.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bu portal orqali ko'plab xizmatlar haqida ma'lumot olish, shuningdek onlayn ariza berish mumkin. Har bir xizmat uchun kerakli hujjatlar ro'yxati, xizmat ko'rsatish tartibi va muddati ko'rsatilgan. 3 qadam, hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Har bir nafaqa turi uchun hujjatlar ro'yxati biroz farq qilishi mumkin. Ammo quyida eng keng tarqalgan hujjatlar ro'yxatini keltiraman. Pasport nusxasi, o'zingizning va oila a'zolaringizning, tug'ilganlik guvohnomalari nusxalari voyaga yetmagan bolalar uchun, nikoh yoki ajrim guvohnomasi nusxasi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish joyingizdan oila a'zolarining barchasining daromadlari, agar ishsiz bo'lsa, ishsizlik nafaqasi olinganligi to'g'risida ma'lumot. Nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma, agar nogironlik mavjud bo'lsa, maydon oila tarkibi va yashash joyi to'g'risida ma'lumotnoma. Bank hisob raqami rekvizitlari, nafaqa o'tkaziladigan plastik karta yoki jamg'arma hisob raqami. Ayrim hollarda erdan foydalanish huquqi, uy-joyga egalik huquqi to'g'risidagi hujjatlar nusxalari ham talab qilinishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasini yoningizda olib boring. Ularning nusxalarini tayyorlab qo'ying.
va ba'zi hujjatlar notarius tomonidan tasdiqlanishi talab etilishi mumkinligini ham unutmang. Qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlar to'plangandan so'ng siz ariza berishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, bu eng qulay va keng tarqalgan usul. Siz u yerga borib kerakli xizmatni so'rashingiz va barcha hujjatlarni topshirishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlaringizning to'g'riligini tekshirib berishadi. My.gov.uz portali orqali onlayn. Agar sizda elektron raqamli imzo eri bo'lsa va internetdan foydalanish ko'nikmalaringiz yetarli bo'lsa, bu eng tez va vaqtni tejaydigan usul. Siz uydan chiqmagan holda barcha jarayonni amalga oshirishingiz mumkin. Saytda kerakli xizmatni topib, arizani to'ldirasiz va hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklaysiz. Pensiya jamg'armasi yoki MFga. Ba'zi bir maxsus turdagi nafaqalar uchun to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasi bo'limlariga yoki MFga murojaat qilish talab etilishi mumkin. Bu haqda oldindan aniqlik kiritib oling. 5 qadam. Arizani to'g'ri to'ldiring. Arizani to'ldirishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Barcha mayda detallarga e'tibor bering. Shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq va to'g'ri kiriting. FISR pasport seriyasi va raqami, manzilingiz. Oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotlarni to'liq ko'rsating. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar haqiqatga mos kelishi kerak. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Qaysi turdagi nafaqa yoki qo'shimcha to'lovga murojaat qilayotganingizni aniq ko'rsating. Agar ariza to'ldirishda qiyinchilikka duch kelsangiz, DXM xodimlaridan, MFI mas'ullaridan yoki ishonchli yordamchilardan yordam so'rashdan tortinmang. Arizani topshirishdan oldin uni bir necha marta diqqat bilan o'qib chiqing. 6 qadam. Arizaning holatini kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga odatda ariza raqami yoki qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqlash varaqasi beriladi. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. DXM yoki My.gov.uz orqali topshirilgan arizalarning holatini My.gov. Uz portalidagi mening arizalarim bo'limidan yoki DXMning maxsus kol markazlariga qo'ng'iroq qilib bilib olish mumkin. Belgilangan muddat ichida javob kelmasa, o'sha idoraga takroran murojaat qiling yoki tushuntirish talab qiling. Sababini so'rab, vaziyatga aniqlik kiriting. 7 qadam. Agar arizangiz rad etilsa, nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, sizga yozma ravishda rad etishning aniq sababi ko'rsatilgan javob berilishi kerak. Rad etish sababini diqqat bilan o'rganing. Balki qandaydir hujjat yetishmayotgandir yoki ma'lumot noto'g'ri ko'rsatilgandir. Agar rad etish sababini bartaraf etish mumkin bo'lsa, barcha kamchiliklarni to'g'rilab qaytadan ariza topshirishingiz mumkin. Agar siz rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organga, masalan, pensiya jamg'armasi bo'limi rad etgan bo'lsa, viloyat bo'limiga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Bu sizning qonuniy huquqingizdir. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz tomoshabinlar, bugun biz juda ham muhim mavzuni batafsil ko'rib chiqdik. Ijtimoiy to'lovlar tizimidagi o'zgarishlar shuni ko'rsatmoqda-ki, endilikda ko'pgina qo'shimcha to'lovlarni olish uchun shaxsiy tashabbuskorlik, ya'ni ariza topshirish mutlaqo zarur. Esingizda tuting, o'z huquqlaringizni bilmaslik yoki ariza berishni unutib qo'yish sizni va oilangizni juda muhim moddiy yordamdan mahrum qilishi mumkin. Bu oddiy qadam ariza berish sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi, kundalik ehtiyojlaringizni qondirishga yordam berishi mumkin. Davlat sizga bu imkoniyatlarni bermoqda. Faqatgina siz ulardan foydalanish uchun o'z faolligingizni ko'rsatishingiz kerak. Shu sababli videoni ko'rganingizdan keyin bir zum o'ylab ko'ring. Siz yoki oilangiz a'zolari qo'shimcha to'lovlarga haqligini bilasizmi? Agar shubhangiz bo'lsa, yuqorida aytgan maslahatlarimga amal qiling. Kerakli ma'lumotlarni to'plang, hujjatlarni tayyorlang va o'z vaqtida ariza topshiring. Hech qanday to'lovni, hech qanday nafaqani arizasiz olmasligingizni unutmang. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, qaysi qo'shimcha to'lovlar haqida yana batafsil ma'lumot olishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir savolingiz biz uchun muhim. Videoni baholashni, do'stlaringiz va yaqinlaringizga ulashishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bu ma'lumot kimningdir hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha